Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan Haydar va Zayd Ro'zimrodovna texnologik nazoratning asboblari fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini va laboratoriya mashg'ulotlarini olib boraman. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz nurlanish pirometrlari. Ma'ruza mashg'uloti quyidagi reja savollardan iborat. Nurlanish asosida temperaturani o'lchash haqida umumiy ma'lumot, kvazi monoxromatik optik pirometrlar, spektral nisbatli rangli pirometrlar. Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi qizdirilgan jismning issiqligi ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish energiyasini o'lchashga asoslangan. Nurlanish pirometrlari 20 gradus Selsiyadan 6000 gradus Selsiyagacha bo'lgan temperaturalarni o'lchashda ishlatiladi. Issiqlik nurlanishi nurlanayotgan jism ichki energiyasining elektromagnit to'lqinlari tarzida tarqalish jarayonidan iborat. Bu to'lqinlar boshqa jismlar tomonidan yutilganda ulardan yana qaytadan issiqlik energiyasiga aylanadi. Jismlar uzunligi lambdaga teng bo'lgan elektromagnit to'lqinlarni 0 dan cheksizlikkacha bo'lgan oralig'da tarqatadi. Qattiq va suyuq jismlarning ko'pchiligi nurlanishning uzluksiz spektriga ega, ya'ni barcha uzunliklardagi to'lqinlarni tarqatadi. Boshqa jismlar, sof metallar va gazlar nurlanishining selektiv spektriga ega, ya'ni ular to'lqinlarni spektrning ma'lum uchastkalaridagina tarqatadi. To'lqin uzunligi 0.4 dan 0.76 mikrokilometrgacha bo'lgan uchastka ko'rinadigan spektrga mos keladi. Ko'rinadigan spektrning har bir to'lqin uzunligi ma'lum rangga mos keladi. Ya'ni 0.04 dan 0.144 mikrokilometrgacha bo'lgan to'lqin uzunliklari to'q binafsha rangga to'g'ri keladi. 0.144 dan 0.149 mikrokilometrgacha ko'k zangori, 0.49 dan 0.59 mikrokilometrgacha bo'lgan to'q va och yashil, lambda 0.58 dan 0.63 mikrokilometrgacha bo'lgan sariq to'q sariq, lambda 0.63 dan 0.76 mikrokilometrgacha bo'lgan och va to'q qizil ranglarga mos keladi. To'lqin uzunligi 0.76 uzunlikdagi to'lqinlar ko'rinmaydigan infraqizil issiqlik nuriga kiradi. Qizdirilgan jism temperaturasini orttirib borgan sari uning rangi o'zgarib borishi bilan spektral energetik ravshanlik, ya'ni ma'lum uzunlikdagi to'lqinlar tezda ortadi. Shuning uchun yig'inda integral nurlanish sezilarli darajada ortadi. Qizdirilgan jismlarning ko'rsatilgan xossallaridan ularning temperaturasini o'lchashda foydalaniladi. Shu xossalarga qarab nurlanish pirometrlari kvazi-monoxromatik optik pirometrlarga, spektral nisbatli rangli pirometrlarga va to'liq nurlanishli radiatsion pirometrlarga bo'linadi. Nazariy jihatdan absolyut qora jismning nur chiqarish hodisasigagina asoslanishi mumkin. Undan nur chiqarish koeffitsiyenti deb birni qabul qilinadi. Agar jism o'ziga tushayotgan nur energiyasini butunlay yutsa, u jismni absolyut qora jism deb hisoblaymiz. Barcha real fizik jismlar o'ziga tushayotgan nurlarning biror qismini qaytarish qobiliyatiga ega. Shuning uchun jismning nur chiqarish koeffitsiyenti 1 dan kichik. Shu bilan birga u ma'lum bir jism tabiatiga ham, uning sirtqi holatiga ham bog'liq. Tabiatda absolyut qora jismning o'zi yo'q, ammo o'z xossalariga ko'ra absolyut qora jismga yaqin bo'lgan jismlar mavjud. Masalan, qora g'adir-budur bo'yoq neft qurumi bilan qoplangan jism barcha nur energiyasini 96% gacha yutadi. Spektral energetik ravshanlik va integral nurlanish moddaning fizik xossalariga bog'liq. Shuning uchun pirometrlar shkalasini absolyut qora jism nurlanishi bo'yicha darajalanadi. Temperatura ortishi bilan spektral energetik ravshanlikning ortishi turli uzunlikdagi to'lqinlar uchun turlicha va nisbatan uncha yuqori bo'lmagan temperaturalar sohasida absolyut qora jism uchun Wien tenglamasi tavsiflanadi. Bunda Y0 lambda uzunlikdagi to'lqin uchun absolyut qora jismning spektral energetik ravshanligi, T jismning absolyut temperaturasi, S1 va S2 nurlanishni qabul qilingan birliklar sistemasiga bog'liq bo'lgan konstantalar qiymati hisoblanadi. Ya'ni S bu 2πh S kvadratiga teng. H Planck doimiysi hisoblanadi. Yorug'lik tezligi sifatida S belgilangan. S2 quyidagi formulaga ega, N esa Avogadro doimiysi, Rg universal gaz doimiysi, Y natural logaritm asosi hisoblanadi.
Turli uzunlikdagi to'lqinlarning spektral energetik ravshanligi bir xil bo'lmagani uchun Wing tenglamasini optik pirometriyada ma'lum uzunlikda to'lqinlar uchun qo'llaniladi. Odatda to'lqin uzunligi 0.65 dan 0.66 mikrokilometrgacha bo'lgan qizil rang uchun foydalaniladi. Wing tenglamasidan taxminan 3000 kelvingacha bo'lgan temperaturalar uchun foydalansa bo'ladi. Undan ham yuqori temperaturalarda absolyut qora jismning nurlanishi jadalligi Planck tenglamasi bilan xarakterlanadi. Real fizik jismlar energiyani absolyut qora jismga qaraganda kamroq jadallik bilan nurlantiradi. Kvazi-monoxromatik pirometr bilan ham to'la nurlanish pirometrlari bilan o'lchash natijasida shartli temperatura deb atalgan temperaturaga ega bo'linadi. Shartli temperaturadan haqiqiy temperaturaga o'tish uchun Wing tenglamasini o'zgartirishdan foydalaniladi. Kvazi-monoxromatik optik pirometrlarning ishlash prinsipi temperaturasi o'lchanayotgan jismning nurlanish ravshanligini etalon jismlarning monoxromatik nurlanish ravshanligi bilan solishtirishga asoslangan bo'lib, etalon jism sifatida odatda nurlanish ravshanligi rostlanadigan cho'g'lanish lampasining tolasidan foydalaniladi. Bu gruppadan keng tarqalgan asboblardan biri cho'g'lanish tolasi yo'qolib ketadigan monoxromatik optik pirometr hisoblanadi. Optik pirometrlarning temperaturasini o'lchash diapazoni 800 gradus Selsiyadan 10.000 gradus Selsigacha. Yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegarasi 1,5% dan oshmaydi. Optik pirometrlar ko'chma asbob hisoblanadi. U bilan uzluksiz o'lchash va temperaturani qayd qilish mumkin emas. Bunday pirometrdan farqli o'laroq fotoelementli pirometrlar, ya'ni fotoelektr pirometrlar ko'rsatkichlarni yozib olish va ularni masofaga uzatish imkoniga ega. Bu asboblardan tez o'tadigan jarayonlardagi temperaturani o'lchashda foydalaniladi. Fotoelektr pirometrlarning ishlash prinsipi fotoelementning fototokni o'zgartirish xususiyatiga asoslangan. Fototok tushayotgan yorug'lik oqimi intensivligiga bog'liq bo'lib, uning kuchi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi. Bu yerda A asbobning sezgirligiga bog'liq bo'lgan asbob doimiysi, N asbobning spektr xarakteristikasiga bog'liq bo'lgan asbob doimiysi, T fizik jismning temperaturasi. Olingan temperaturaning nurlanishni xarakterlovchi fototok juda kichik bo'lib, uni kuchaytirish uchun elektron kuchaytirgichlar qo'llaniladi. Spektral nisbatli rangli pirometrlar. Rangli yoki spektral pirometrlar qizdirilgan jismning nurlanish spektridagi energiyaning nisbiy taqsimlanishi bo'yicha temperaturani o'lchashga mo'ljallangan. Temperatura cho'g'langan jismning spektrida tanlangan ikki soha, masalan, ko'k sohalardagi ravshanliklar nisbatidan aniqlanadi. Agar cho'g'langan jismning nurlanish spektrida lambda 1 va lambda 2 to'lqin uzunligidagi ikkita monoxromatik nurlanish qizil va ko'k sohada tanlansa, temperatura o'zgarishi bilan bu nurlanishlar ravshanliklarining nisbati ham o'zgaradi. Bu pirometrlarning o'lchash chegarasi 1400 gradus Selsiyadan 2800 gradus Selsiyagacha. Asosiy xato miqdori o'lchash yuqori chegarasining 1% dan oshmasligidadir. Hozirgi vaqtda haqiqiy temperatura pirometri PIT1 deb ataladigan pirometrlar keng yoyilmoqda. Ular spektral nisbatli pirometrlardan iborat bo'lib, xotirasida saqlanadigan axborot asosida hisoblanadigan tuzatishni avtomatik kiritadi.